Savolda endi prosta qiziq, yomonligimi yo'q? Prosta qiziq. Ya просто olmadi, okey. Zam, slayotda yulduz o'ylaydi. Olishdan maqsadim shu, xalqqa aytmoqchi bo'lgan nimadir gapim bo'ladi-da. Sizni video olishdan maqsadingiz nima? Trendda yurishdi. Hop, trendda Zamda yuraylik. Rasmiy. 2005 mi okey? trendga chiqdinglar deydi. Dalshi kuda. Yog'ini keyin ko'raveramiz, okey. Anu qizlaring ham tengdoshmisanmi? Mendan kichkina bittasi, 1 yosh. Ertaga namoda uylanmaysanmi? Astag'firulloh. Sana qo'pol qilib aytganda orqasidan reklama qilsam, shular ertaga kim bo'ladi? Sen javobgar bo'lib qolmaysanmi? Okey, o'zi kelyapti bularni, menga video olaylik. Hop, sen olib chiqayotgansan sani. Hop, men javobgar bo'laman, okey. O'zini boshi bormi yer? Hop, sen olib chiqasan. Akasi, adasi keyinchalik eri javob beradi. Sen bu yerda olib chiqayotganingga sen ham javob beraversan-da. Ko'cha kuyda uchun ko'rsatdi mana shunaqa videolarni. Siz ham shunga o'xshagan blogersiz deydi. Sen ham bloger bo'lsan shunday? Men bloger, siz ham bloger, okey. Ammo o'tgan ishingdan sen ertaga non ham topolmaysan, nom ham topolmaysan. Tanida butun blogerlarning nomi yomonga chiqib ketishi.